Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum muhtaram aziz obunachilar, aka-ukalar, opa-singillar. 114 yetim bolajonlar uyi juda ham bir sokinlikda. Mana tonglar ortdi. Quyoshlar chiqdi. Hasharchilarimiz ham kelib qolar deb kutib turibmiz. Ulug'larimiz ham yo'q, hasharchilarimiz ham yo'q. Mana boshqa soha vakillari mana ishlarni boshlashyapti. Bizda endi Xudo xolasa duo qilib turasizlar. Bugun yaxshi bir natija bo'lsa kerak deyapmiz. Bugun astoydil bir harakat qilaylikchi. Mana havo haroratlari pastlab boryapti. Yomg'ir yog'sa ham, do'l yog'sa ham endi bemalol ishlasak bo'ladi azizlar. Mana Xudo xolasa ikkinchi podyezdlarimizga ham nimalar qo'yildi, derazalar. Derazalar qo'yilgan hammasi. To'liq bo'ldimi? Yo bormi? Narigi tomonni endi yasayapti. Qaysi tomon? Narigi Qibla tomon. Mana bu demak aynaklarni ham qo'ysa bo'laveradi. Aynaklari yonida turibdi. Turibdimi? Ha, bo'ldi. Aynaklar hozir. Demak muammo yo'q ekanda, Xudo xolasa bemalol qancha hasharchi kelsa ishlaversa bo'laverar ekanda. Muammo yo'q, Xudo xolasa bugun ikkinchi nimaga o'tib ketamiz, podyezdga. Zokirxon bir oydan kutamiz. Yo'q, bugun Xudo xolasa ozgina ishimiz qolgan. Ozgina chola peraga o'tdik, keyin ozgina shipakli yo'qgacha. Mana kram bo'lgan donlarni oldirib tashlashimiz kerak ekanda, juda xunuk bo'lib turibdi ekan. Tepalarda. Bir kelib qolay, ona nimalardan bir iltimos qilsak bo'lar ekan jindayga. Ana shuni olib tashlaganimizda boshqa yo'q-a? Bunaqa. Yo'q, narigi tomonda bitta bor. O'shani olib tashlaganimizda zo'r bo'lardi. Endi ozgina harakat qilib bormasak bo'lmaydi. Xudo xolasa o'zi final ham sal ko'ringanday bo'lib qolyapti. Ko'rinib, sal ishagi. Ustalar yetishmayapti bizga. O'sha bizda aziz obunachilarimiz qayerdasizlar? Bir 26-yilga planlashtirib turibmiz. Harakat qilmasak bo'lmaydi. Ya hayron qolganimiz bu prosmotr ham 400 ta, 500 ta. U 400 nimaga? Bu juda unaqa odamlarga faqat haligi pichoqlab qo'yibdi, palon bo'pti, piston bo'pti deydigan gaplar kerakmi yo yolg'on ma'lumotlar kerakmi? Buni tushunmayapmiz, hayron qolyapmiz. Mablag' tomonidan ham ancha qiynalyapmiz lekin. Azizlar, bir qattiq harakat qilib. Hozir ham gipsakartonga jo'natib yubordik. Harakat qilaylik ulug'lar. Rodman to'xtamay kerak bo'lyapti, tonna. Hozir yana olib chiqamiz mana. O'shaning uchun bir harakat qilaylik azizlar. Ishlar. Hammamiz bitta tashaylik, yetkazaylik. Yo biz ham yolg'onga o'taylikmi endi shuncha to'g'ri nima qilib turib oxiri endi
o'zimizga o'zimiz fatvo topib ba'zilarga o'xshab nima qilaylik endi o'zimizga o'zimiz yo'l topib yuboraylikmi azizlar. Shu paytgacha qilmadik, mana bir yaxshi ketdi. Endi nima bu like bosish ham shunaqa qiyin, birovga ulashish ham shunaqa qiyinlashib ketyaptimi? Qiziqarli bu bilamiz, qiziqarli emas, lekin bu Bizda endi bor narsa ko'rsatilyapti endi. bo'rttirmalar yo'q bo'lsa, yolg'onlar yo'q bo'lsa, shov-shuv yo'q bo'lsa, qilinib turgan bachkanachilik yo'q bo'lsa, bizga to'g'ri kelmasa kerak azizlar. Endi u ha deb unaqa nimalarni ko'rsataverish. Hozir 2 oy vaqtimiz bor, ustalar chetdaligida foydalanib olishimiz kerak. 2 oydan keyin o'zi ustalarning ishi qoladi. Hammasi gaz o'tkazib berish, santexnika ish. Shuncha bir astedir qattiq tashlab yuboraylik azizlar. Mana shuncha ishlar bo'lib ketdi. Qaraylik, shuncha ishlar osonmi bu? Faqat bizga mehnat kuchi, mablag' masalalari juda qiynayapti-da. Hoji akamizga ming rahmat. Men eng qo'rqqan nimam oxirgi plitani nimasi qo'yatuvdi. Yaxshi tushunib, rahmat obunachilar ancha yig'ilganimizda mana bir amallab yarim yoltisini qutuldik. Endi qolgani ketyapti, mana ko'ryapsizlar. Xudo xolasa bir qattiq tashlaylik azizlar. Shu ustalardan bo'lsa ham juda yaxshi bo'ladi. Birgada bo'lib. 2-3 podyezni yakunlab oladigan bo'lsa, qolgani hech narsa emas. Ozroq odam bo'lsa ham harakat qilsak bo'ladi. Faqat o'sha kraska ishlar. Muhammad Vali bitta duo qilgan bo'lmasa, sizning duoingizni eshitmagan. Bugun rosa odam ko'payib ketsin. Bitta duo qilib yuboring qani. Sizning duoingizni, bizning duomiz o'tganda shu paytgacha. O'zingiz bugun 40 oldi, o'zingiz mahalla. Yo'q, bizning duomiz o'tganda shu paytgacha. Yo'q, shu paytgacha o'tib keldi o'zingiz. Amin Parvardigoro, bugunlik kun, ulug' kun. Rajab oyi boshlandilar. Shu ulug' oyni haqqi hurmati, shu ulug' maskanlarda haqqi hurmatidan bugun hasharchilarimiz to'lib toshib yaxshi natijalar, go'zal natijalar bo'lishligini Alloh o'zing nasib va muyassar qilgin bi rahmatika ya arhamar rohim. Hamma qiziqib turibdi xor aka. Biroq tomosha qilib turibdi ko'pchilik. Nima bo'lar ekan? Nima bo'lar ekan oxiri? Nima bo'lardi? Zo'r bo'lardi shunchasi. Shunchasi bo'lgan narsa hali hech qancha qolmadi. Shunchasi bo'lgandan keyin nima tomoshabin bilan? 70% ga yetib qoldik. Hali ham o ikkilanib turganlar bormi? Ha, ikkilanib. Lekin final kuni ko'rasiz odam sig'may ketadi chiqaydi. Bu Xudoni amri bu. Xudo amr qilgandan keyin iloji yo'q. Biz bo'lmasak ham bo'laveradi bu ishlar azizlar. Xudo amr qilgan yerda bo'lishlikdi. Xudo amr qilmaganda bitta bunaqani ham qaziy olmagan bo'lardi gani. Azizlar, harakat qilaylik endi bir. Shuncha odam keldi? Yo'q, hali momlar ham bor. Kelinglar. Kelinglar. O'zi shaharlarlar o'z 8ga chiqaverar shekilli. Yana kelgan dedim. Yana kelganda nima bo'lsin? Ha, kelgan dedim. Menga beraverlar bizni endi. Shayxdami? Ana duoңizdan qo'ymadim. Mana bitta duo qilib qo'ying. Turganda shu. Ha. Odamlarga hasonat, umr islarga barokat, oilalarga tinchlik, ofiyatni nasib Rahmat. rahmat. Yani jamlab qo'ydik. Azizlar, Alloh ziyoda qilsin. Xudo xolasa ishlar yurdi. Yoshi ulug'lar mana shu yoshda kelishganni o'zi bizga katta bir ne'mat. Alloh ziyoda qilsin. Tanajonlari salomat bo'lsin. Kalov ishlardi. Harakatli bo'lsa ana. Avlod bomlar ham keldi mana azizlar. Mana bugun Xudo xolasa zo'r bo'lar ekan. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, kuzatib hoji aka, hoji dadalar, mana Xudo xolasa bugun ishlarni boshladik. Ob-havolar yaxshi, Xudo xolasa bugun ham chiroyli ishlarni qilib, Xudo xolasa xizmatdamiz inshaalloh, duoda bo'lasizlar. Mana uni kamiga. Ana hasharchilar yana kelishdi boshladi mana Xudo xolasa. Avlabo mana hozir rosa xafa bo'lib turdik. Hech kim yo'q haligacha deb. Ana sekin Alloh rozi bo'lsin. harakatchilar. Hoji akam ham kelibdilar. Tanisa bag'da. Akam kelar aka.
Qadrdonlar, qadrdonlar. Salomat. Rahmat, qo'llar tinchmi? Salomat, yaxshimisiz? Ishonma bandamiz yaxshi keldingmi? Salomat, rahmat. Assalomu baraka. Barakalloh, baraka. Ha, xudo xolasa bugun 10 kun ilgarilab ketamiz ekanman. 10 ichkariga kirdilar, ichkari. Ichkariga. Ichkariga. Shu yerdan ham olib kirib ketilaveradi. Hozirdan naql kerak. Chetdan. Endi xudo olsangiz. Mana bekdim. Bitta sog'ni ma'qul. Mana qo'shnilar ham astidan harakat qilishyapti. Bizda ham odam bor. Azizlar, mana bizda ham odam ko'paydi. Xudoga shukr. Bizda qishloqda mahallani yigitlari mana xudo xolasa bugun yaxshi natijalar qilishadi inshaalloh. Rahmat. Aklımda bir yer çıktı bir yer de mi? Aklımda bir yer Ha, nima qilish kerak? Mana unda to'yib boraman berganim deb. Rost top chiqaman. Ağaçlardan Azizlar, şu geldi ya. tushlikka tayyorgarlik xudo xolasa. Shu yerda-yu nima? Bu kadar tursa. Bo'laveradi. Ko'tar. Yuraman sen. Bu konachi. Muhtaram azizlar, mana Alloh rozi bo'lsin. Qirg'iboldi qishlog'ining birinchi guruhi mana yetib kelishdi. Alloh rozi bo'lsin. Mana oziq-ovqat taomlari bilan mana xalqimizdan mana yana 2,5 million so'm ihson va oziq-ovqatlarni kelishdi. Hammalarni Alloh dastlariga Alloh baraka bersin, niyatlarni eng afzallarga Alloh yetkazsin. Allohu akbar. Barakalloh. Mana yana hissa qo'shildi, xudo xolasa. Nimani o'ylanib turuvdingiz, endi harakatni bosolgan. Muhammad vali aqa-baqa qarab turibdi. Aqa-baqa qarab turibdi. Nasıl tasın buyur koyduk. Ha? Boptu da ama bomba zor. Neden ne geldi bunlara? Mescitlerde urgan, bağlarda hem köp ıslardı ki urgan. O bana yaxşı bereket taptım. Nazlar. Xohlasa tayyor. Inshaalloh tamomlanishga duo qilib turasizlar. Mana azizlar, gipsa kartonimiz ham xudo xolasa keldi. Endi niyatimiz bugun 3-podyezdda chala qolgan joylarni gipsa kartonlarni bo'lib, chiroyli qilib va chiroyli holatda bo'ylarda qilib olsak xudo xolasa inshaalloh yetkazib 2-podyezga o'tish niyatimiz bor inshaalloh. Duo qilib turasizlar azizlar. Mana bugun Alloh barakani berib juda ham yaxshi. O rahmat. Hop. Onun üstüne şuraya mısın? Aha. Çıkar.
Shlanka ishlamaydi yo ishlaydimi? Ishlasa nima qilinglarda? Aka bir rest tashlab ketamiz aka ishdan musulda. Kirmay qo'ramiz nima? Bilasiz-ku. Ha, bilaman. Bitta tezroq bo'lar. Ya baba bo'lgan bilan hech narsa qila olmaydi endi. Abla bu. Yo hali nima musul tashyaptimi akalar bormi? Sizga hozir 10 tadan oshiqroq kerak a? Baqa. Kecha Qaniyga berib o'tir. Azizlar, Alloh ziyoda qilsin. Shopir akamizni haqqiga duo qilib qo'yasizlar. Ona bir yana musullardan olib chiqib ketyapti. Toza turadi. Alloh rozi bo'lsin. Kam bo'lmasinlar. Ilohim. Mashalloh. Tablabo bugungi kunimiz Rajab oyining haqqi hurmati barakali bo'ldi, Xudo xolasa. ichiga toshib olish kerak. Yo'q. Umuman bo'lmaydi. Nimaga ichiga tashib? Ha, mana nima? Hozir. Yo, tosh yoramiz. Nimalardan noladi? Hamma nimani nechta siqyapti? 3 ta nafilarmi? Kecha o'nda gallash keladi. Qani? Mana qilib ha, shundan. 110ligida. Bunaqa izlamagan. Ha, 3 tadan chiqar ekanda. İlk res qilamiz dedi, 6 ta, 3 tadan. 110 olyapti. Aka, shamiga ko'limda emas bolamiz. Ya bo'lsam tani qatib qo'yay, uni nimani? Qaysini? Karkasni. Bunimi? Ha. Patrasa. Hozir o'sha. Qochib ketyapti. Biz qarish deydi, o'zini qiladi. O'rganib turib qoldim. Masharchiga bordim. Kamerasini ko'tarib olgan ekan nima qiladi? Kichkinasidan boradi. Rajmir o'qoladi o'zimiz. Bo'ldi, bo'ldi. Mana. Yuqorimi? Bo'ldimi? Bo'lmaydi. Mana mana bering xonaga. Mirzani